Shu kuni Hazrati Ayso uydan chiqib, ko'l bo'yida o'tiradi. Atrofiga nurg'un odam yig'ilg'ashqa, u bir kemaga chiqib o'ltirdi. Xaloyiq bo'lsa, ko'l bo'yida turishadi. Hazrati Ayso ularga tamsil bilan nurg'un hikmatlarni aytib berdi. U mundaq dedi: Bir dehqon urug' chashqili etizig'i chiqibdi. Chashqan urug'larining ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushibdi. Qushlar kelib, ularni yeb ketibdi. Ba'zilari tuprog'i kam, toshliq yalaga tushibdi. To'ppizi nebiz bo'lganlikdan tezla unib chiqibdi. Lekin cho'nqur yildiz tatmag'ashqa, kun chiqish bilanla so'lishib, qurib ketibdi. Ba'zilari tikanlarning orsiga tushibdi. Tikanlar o'sib, mayslarni besibapti. Ba'zilari bo'lsa, munbat tuproqqa tushibdi. Ularning ba'zilari 100 hassa, ba'zilari 60 hassa, yana ba'zilari 30 hassa hosil beribdi. Bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar. Shogirdlari kelib, Hazrati Aysodan: Siz nima uchun ko'pchilikka ta'lim berganda tamsil keltirsiz? deb so'radi. Hazrati Ayso mundaq javob berdi: Erishning podshohligining sirlari ularga emas, sizlarning bilishinglarga berildi. Chunki kimda aql farosat bo'lsa, uningga texmi ko'p berildi. Uningdagi aql farosat eshib toshquchi bo'ladi. Lekin kimda aql farosat bo'lmasa, uningda bo'g'inimi elib ketildi. Ularga tamsil bilan so'zlashimning sababi shuki, ular qarasimi ko'maydi, anglasimi tingshmaydi, ham haqiqiy tushunmaydi. Buning bilan Xudoning Yashaya payg'ambar orqali oldin ola aytgan munu so'zlari amalga oshirildi. So'zlarimni anglaysizlar, tushunmaysizlar. Qilganlarimga qaraysizlar, ma'nisini uqmaysizlar. Chunki bu xalqning zehni zaiflashgan. Ular quloqlarini etvagan, ko'zlarini yumvagan. Undaq bo'lmasidi, ko'zlari ko'ratdi, quloqlari anglaydi, zehni uyg'unib, manga qaytatdi. Men ularni saqaytatdim. Lekin sizlar naqadar baxtlik. Chunki ko'zinglar ko'rdi, qulog'inglar anglaydi. Bilib qo'yinglarki, burunqi nurg'un payg'ambarlar va durust odamlar sizlar ko'rgan va anglaganlarni ko'rishni va anglashni orzu qilgan bo'lsa-mu, murodiga yetamidi. Endi urug' chechish to'g'risidagi tamsilning ma'nosini anglanglar. Agar biri Xudoning podshohligi to'g'risidagi so'zni anglab turib tushunmasa, shayton kelib uning ko'ngliga tushgan so'zni elib ketadi. Bu dal chig'ir yo'l ustiga chechilgan urug'lardir. Tuprog'i kam, toshliq yalaga chechilgan urug'larga kelsak, ular Xudoning so'zini anglab, xushallik bilan darhol qabul qilganlarga tamsil qilingan. Holbuki Xudoning so'zi ularda yildiz tatmag'ashqa, ular uzunga bardoshlik bermaydi. Xudoning so'ziga ishonganligidan qiyinchilik yoki ziyonkashlikka uchrasa, Xudo yo'lidan darhol chatnab ketadi. Tikanlarning orasiga chechilg'ini shundoq odamlarga tamsil qilinganki, bu odamlar Xudoning so'zini anglasimi, lekin ko'ngliga bu dunyoning andishlari, boylikning eziq turishi kirib, Xudoning so'zini bo'g'ib etadi-da, ular o'sizsiz qoladi. Munbat tuproqqa chechilgan urug'lar bo'lsa, Xudoning so'zini anglab, tushungan odamga tamsil qilingan. Bundaq odamlar albatta hosil beradi. Ba'zilari 100 hassa, ba'zilari 60 hassa, yana ba'zilari 30 hassa hosil beradi. Hazrati Ayso ularga boshqa bir tamsilni so'zlab berdi. Arishning podshohligi etizga yaxshi urug' chashqan odamga o'xshaydi. Bir kechsi hamma odam uyquga cho'mganda,
u odamning dushmani kelib, bug'doyning orasiga yava o't urug'larini chechib etib ketibdi. Mayslar o'sib, bashaq chiqaganda yava o'tlarni ko'rinishga boshlabdi. Xo'jayinning chakarlari kelib uningga, "Xo'jayin, siz etizga yaxshi urug' chashqan edingiz-ku. Bu yava o'tlar nereden kelib qoldi?" debdi. "Bu bir dushmanning ishi", debdi xo'jayin. Chakarlar, "Berib yava o'tlarni yulvatsa qandaq?" deb so'rabdi. "Yo'q, yava o'tlarni yulimiz desanglar, bug'doylarmi yulinib ketishi mumkin." Ularni o'z ishiga qo'yib etinglar. O'rmi vaqtida men o'rmichlarga avval yava o'tlarni yulib, ko'ydirish uchun bog'lab yig'ib elinglar. Ondan bug'doylarni yig'ib, ombirimga qo'shilinglar deyman, debdi xo'jayin.